Alloh siz bilan bizga buyurgan barcha ibodatlar Allohning eng katta zikrlari. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "Va aqimis solata li zikri." Namozni meni zikrim uchun qoyim qil, ya'ni to'la to'kis ado et. Namoz avvalidan oxirigacha Allohning zikridan iborat. Namoz o'qiyman, tahorat qilay degani Allohning zikri. Chunki Alloh buyurgan shu amrni qilaman deb shunaqa qilyapti odamlar. Tahoratni har bir azoni yugandagi aytadigan gaplari zikr. Qiblaga qarab turishni o'zi zikr. Takbir aytib namozni boshlashi zikr, tilovati Qur'on zikr, tasbihlar, takbirlar hammasi zikr. Ana maqsad haligi gap. Qalblar Allohning zikri ila orom topsin. Xotirjam bo'lsin. Butun dunyo bo'yicha eng salobatli inson bo'lsin. Alloh bilan doim